Assalamu alaykum hürmetli savaqdaşlar. Tayyiba darsxonamizga xoş geldinglar. Biz bugün fiqhi darsligimizni boshlaymiz. Biz bu fiqhi darsligimizda o'qimoqchi bo'lgan, ya'ni darslik o'qimoqchi bo'lgan kitobimiz Fiqhul ibodatil Hanafi, ya'ni Hanafi mazhabiga asosan tuzilgan ibodat fiqhisi. Biz fiqhi degan nima, fiqhi qanday shakllangan, bu haqdagi bilimlarni ilgirki darsligimiz bo'lgan Madxal ilal fiqhil islomiy degan darsligimizni so'zlab bo'lgan. Shuning uchun biz bu yerda fiqhiga aloqador oldingi savatlarni qayta takrorlamaymiz. Unda o'zi biz darsligimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddima. Alhamdulillahi va sallallohu va sallama ala rasulillah va ala alihi va sahbihi ajma'in, amma ba'd. Endi bu kitap, ya'ni bu Fiqhul ibodat degan kitobimiz bizning Tayyiba ma'rifimizningki shariat ilmlari sistemasida programmasida o'qitilgan bir kitobning birisi. Endi bu kitobni yozishda, tuzishda İmam Abu Hanifa'nın mezhebiga asosan tayinib, shu mezhebga asosan tuzildi. Chunki bizning diyorimiz va biz Hanefi mezhebdagi kishilar bo'lg'achqa biz buni mushu mezhebga asosan tuzdik. Bizning fiqhi mezhebimizdagi 4 mezhebning hammasi to'g'ri, ammo har bir odam o'z yashagan rayonga rioya qilish kerak. Nimishqa degan chaqda ixtilofdan saqlanish uchun, musulmonlarning birligini saqlab qolish uchun. Biz nima uchun mazhablar to'rtga bo'linib ketgan bu haqdagi bilimlarni ilgirki darsimizda, ya'ni Madxal ila fiqhil islomiy degan darsligimizni so'zlab bo'ldik. Unda bo'lsa bu Fiqhul ibodatil Hanafiyda bu darsligimizda biz nimalarni o'rganamiz degan vaqtimizda bu darslikning nishoni birinchidan ayafhamat taliba al-mustalahat al-fiqhiyya fi abwab al-ibadat. Tunji qilib bu kitobni o'qigan o'quvchi ibodat boblaridagi fiqhiy atalg'ularni tushuna oladi. Biz tunji qatimda o'quvchiga Hanefi mazhabidagi fiqhiy atalg'ularni tushuntirib o'tdik. Ya'ni Hanefi mazhabida farz degan nima, vojib degan nima, makruh tahrimi degan nima, makruh tanzihi degan nima, bu haqda tushuncha berdik. Undan keyin o'quvchi yastahdurat taliba al-ahkam al-asasiyya fi fiqh al-ibadat. Ibodat fiqhisidagi asosiy hukmlarni hozirlay oladi. Ya'ni zihnida buni hozirlay oladi. Uchinchisi يكتسب الطالب ملكة تنزيل المسائل النظرية على الواقع العلمية. o'quvchi nazariy masalalarni amaliy reallikqa tushirish iqtidorini hozirlay oladi. بالقدر الذي يمكنه من العمل والتطبيق. amal va tatbiqdan hozirlagan miqdorda. Yani qanchalik amal qilib, qancha tatbiqlasa, shu miqdorda o'rgangan nazariy masalalarni amaliyotga tushiradi. Biz buni nima orqali qildik desak, ko'nikma orqali qildik. Biz ko'nikmadik, bir hukmni o'rgatib bo'lgandan keyin o'xshamagan shakldagi savollarni berish orqali o'quvchiga o'rgangan nazariy bilimni amaliy reallikqa solishni o'rgatdik. To'rtinchidan yastati'at talib at-tamyiz bayna shurutus salat va arkaniha va vajibatiha va sunaniha. O'quvchi buni o'qigandan keyin ibodatlar ichidagi ma ish sunnatgan, ma ish farzgan, ma ish shartgan bularni o'rgana oladi. Beshinchisi ayyuhita talib bi anwa'i salat ma'a ahammi al-ahkam li kulli naw. O'quvchi namozning turlarini, uning muhim hukmlarini o'rganish bilan birga har bir turninki muhim hukmlarini va namozning turlarini o'rgana oladi. Ya'rif at-talib man tajibu alayhi az-zakat. O'quvchi zakat kimga vojib bo'ladi? Va man tajibu lahu ma'al qudra. Qaysi xil shartlar ostida vojib bo'ladi? Ashuni al-qudratu ala tanzili zalika ala al-waqa'i al-ayniyya. Ya'ni ko'z oldidagi amaliy reallikqa tushira oladi. Yettinchisi yastahduru at-talib shurut vujubus sawm. O'quvchi ro'ziningki vojib bo'lish shartlarini hozirlay oladi. Ya'ni qandoq vaqtda ro'za vojib bo'ladi? Ramazon qandoq kiradi, qandoq chiqadi? Ro'za tutquchidan sodir bo'ladigan harakatlarning hukmlari va ro'zni buzg'uchi omillar buni o'rganadi. 8-si o'quvchi hajning umrining shartlarini o'rganadi va uning ichidagi ish harakatlarini va uning martabalarini va hajda cheklangan ishlarni va cheklansin nima ish yuz beradi va ma yatarattabu alayha degan shu cheklangan ishlarni qilsa nima ishlar kelib chiqadi buni o'rganadi va ahkamul jihad va bu kitobimizning eng oxirida jihad babini o'qiydi.
kim bilan urush qilamiz, o'ldirishga bo'lmaydigan kishilar kim? Bu haqda bilimlar so'zlandi. Qanqa kitobninki mundarajasi ham berildi. Buni o'zingizlar ko'rib baqsanglar bo'ladi. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Endi biz darsimizni boshlashdan ilgari fiqhninki cho'ng jihatdan qancha qismga bo'linganligi haqida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni fiqh shariat hukmlari cho'ng jihatdan 3 turga bo'linadi. O qaysi deganda, birinchidan ibodat. İslamdaki bütün ahkamlar birinchidan nima bo'ladi? Ibodat bo'ladi. İkinciden muomalat. Meyli o muamele savdo-sotiq olsun, meyli nikah olsun, meyli cidel macra olsun. Hammasi shu muomalatning ichiga kiradi. Üçüncüsü uqubat. Xo'sh, biz islomiy hukmlarni, islom fiqhisini cho'ng jihati 3 ga bo'ldik. Qaysi? Ibodat, muomalat, uqubat. Bu ibodatning ichiga qaysi hukmlar kiradi? Albatta tashmilu at-tahara, as-salat, az-zakat, as-sawm, al-hajj, al-jihad. İbadet hükümleri namazning hükümlerini, taharatning hükümlerini, zakatning, ro'zaning, hajning ve jihadning şu 5 tane meseleni o'z ichiga oldi. Bizning o'qiydiganimiz qaysi? Şu 5 tane hükümni günümüz, 5 tane ibadetning hükümlerini günümüz. Ondan qolgan 2 va 3 bosqichini biz yana bir ayrim darsligimizda o'qiymiz. Chunki fiqhiy boblari ichidagi hammadan muhim bo'lgani, ham eng ko'p uchraydigani, ham har bir musulmon ehtiyojli bo'ldigani qaysi? Ibodat fiqhisi. Ammo fiqhini cho'qim bildim deyish uchun cho'qim uchli bobini o'qish kerak. Ammo biz nereden boshlaymiz? Tunji qattim ibodatdan boshlaymiz. Chunki ibodat har bir odam qiladigan ish. So'zsaqlik degan, muomala degan hamma odam qilmaydi. Hamda muomalat bobi uchun nimalarni o'z ichiga oldi desa, muavidatul maliya, ya'ni mali, ya'ni iqtisodga aloqador bo'lgan so'z-sotiqlarni, munakihat, nikohga aloqador bo'lgan muomala, mayli o nikoh olsun, mayli taloq olsun, mayli xul'i olsun, muhasimat, jangi jidalla, amonat, go'ri, amonat, tariqat, miros, hammasi muomalat bobiga tava. Uqubat qismi nimalarni o'z ichiga oldi? Qisos, haddus sirqa, zina, qazf, ridda. Bu mazmunlarni o'z ichiga oldi. Bizning o'qiydiganimiz qaysi? Ibodat qismi. Unda bo'lsa, ibodat qismidan nimalar so'zlandi dedik? Boshqa xil hukmlarni so'zlandi dedik. Abwabu fiqhul ibodat. Abwabu fiqhul ibodat. Ibodat fiqhisining boblari qaysi? Biz bayt degandek, birinchisi namoz, kitobus salat. Kitobus salat. Undan keyin kitobuz zakat, undan keyin kitobus sawm, undan keyin kitobul hajj, undan keyin kitobul jihad. Demek ibodat fiqhisining qancha bobi bor? 5 bobi bor. Ular qaysi? Uni sizlar tövandagi boshqaruvga yozinglar. Biz ibodat fiqhisiga kirishdan ilgari bu ibodat fiqhisida so'zlanadigan ba'zi bir atalg'ular bor. Biz bularni tushunib etmasak, ibodat bobi so'zlanadigan ba'zi hukmlarni tushunishimiz taslashadi yoki tushunmaymiz. Shuning uchun biz old bilan bugungi darsimizda fiqhiy atalg'ular haqida so'zlaymiz. Al-mustalahatul fiqhiyya, fiqhiy atalg'ular birincisi farz. Farz degan nima? Farz deganimiz huwa ma talaba ash-shar'u fi'lahu talaban jaziban bidalilin qat'i la shubha fih ve hukmuhu yuaqabu tarikuhu ve yakfuru munkiruhu. Farz degan nima degan vaqtimizda o shariat uni qilishni keskin uchuq delil bilan, shubhi yo'q, uchuq delil bilan keskin talab qilgan narsa. Yani keskin delil qaysi desanglar, bizning delilimiz Qur'on, hadis. Shundaqo. Bu shu Qur'on, hadisdagi delillarmi 2 turga bo'linadi. Birisi dalilun qat'i, keskin delil. Yani birisi dalilun zanni. Yani qat'i bo'lmagan zanni delil. Qandaq delillar qat'i delil bo'ldi degan vaqtimizda, birinchidan Qur'on qat'i delil. İkinciden hadislarning ichidagi mutawatir hadislarcha qat'i delil. Undan boshqa hadislar zanni delil. Yani Qur'on bilan mutawatir hadis bilan
keskin holatda qilishni talab qilgan bo'lsa, buning bo'ladi farz bo'ladi. Va hukmuhu, uning hukmi qanday bo'ldi vaqtda? Ya'ni qilmisi nima bo'ladi degan vaqtimizda yuaqabu tarikuhu. Ya'ni farzni tashlagan odam jazolanadi. Allohning oldida jazolanadi. Va yakfuru munkiruhu, uni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Farzni inkor qiluvchi, ya'ni ben bunu farz deb qaramayman, uning farzligini bilib bo'lib turibmi, men buni farz deb qaramayman yoki men uni e'tirof qilmayman deb inkor qilish kofirlik qilib o'tadi. Unda qo'shib farzlar qaysi degan vaqtimizda misoli arkonul islom. Ya'ni islomning 5 arkoni bor-ku: namoz, roza, zakat, haj. Shahadatayn masalan, 2 shahadat. Mushular Qur'on bilan sabit bo'lgan va mutawatir hadislar bilan sabit bo'lgan narsa. Hukmlar bular farz bo'ladi. Shularning ichidagi buyruq, ya'ni talab, keskin talab qilingani buning bo'ladi, farz bo'ladi. Keskin bir buyruq kelib, shu buyruqni qaytirib o'tadigan yoki sal bo'shashtiradigan bir hukm bo'lmasi kerak. La shubha fi degan shu. Hech qanday uni qaytirib o'tadigan, o keskin buyruqni qaytirib o'tadigan nima yo'q, dalil yo'q. Keskin buyurdi Alloh taolo. Bunun bo'ladi, farz bo'ladi, uni inkor qiluvchi kofir bo'ladi. Misal arkanul islom al-khamsa allati thabatat bil Qur'anil karim. Qur'on bilan sabit bo'lgan arkanul islomga o'xshash. 5 arkanul islomga o'xshash. Farzni tushundik-ku. Endi vojib keldik. Vojib degan nima desanglar? Vojib deganimiz ma talaba ash-shar'u fi'lahu jaziman. Shariat uni keskin talab qilgan. Bidalilin zanni. Qanday dalillan? Zanni dalillan. Ma'u ikrandagida zanni degan so'z tushib qopti. Men buni qo'shib qo'yman. Sizlarning kitobingizda bo'ladi. Ya'ni bidalilin zanni. Zanni dalillan shariat talab qilgan narsa. Bu zanni dalil degan nima edi? Qur'on va mutawatir hadisdan boshqa hadislar. Qur'onning hammasi qat'iy, ya'ni keskin dalil, mutawatir hadismichu keskin dalil. Mutawatir hadis degan nima? Biz buni hadis usulni vaqtida so'zlaymiz, ammo bu yerda qisqa tushuntirib o'tib ketay. Mutawatir hadis deganimiz Rasulullohdan bir jamoat rivoyat qilgan hadis. Bir jamoat. Ularningki yolg'onga birlikka kelib olishini aql muhal sanaydigan darajada bir jamoat. Masalan, Rasululloh mundaq dedi deb Iroqda birisi nurg'ulg'an sahobalardan rivoyat qilingan bo'lsa, ya'ni har bir tabiqada, ya'ni shundaq nurg'ulg'an odam bo'lsa, bunun bo'ladi mutawatir bo'ladi. Xuddi bugun quyosh chiqdi degan gapni ko'p hamma odam deydi shundaq-ku. Shuningga yaqin bir gap bu. Mutawatir degandan keyin yolg'on bo'lish ehtimoli mutlaq yo'q. Shunga jamoat rivoyat qilgan hadis. Rasulullohdan bir jamoat rivoyat qilgan, ulardan yana bir jamoat rivoyat qilgan, ulardan yana bir jamoat rivoyat qilgan. Demek bunda ko'p odamning yolg'onga birlik kelib olishi muhal. Ya'ni kelib bu ko'p odamlar birisi birakada, birisi birakada, birisi bilan birisi qanday qilmagan, uchrashmagan. Bunda holatda. Bu mutawatir bo'ladi. Demak, mana bu shunday mutawatir hadis bilan qilishni talab qilgan hukmlarning bo'ladi. Farz bo'ladi. Ham uningdan boshqa ahad hadislar bilan undaq ko'p odam emas, Rasulullohdan 2 odam, uningdan keyin 2 odam yoki 3 odam shundaq mutawatirdan boshqa hadislarni biz nima deymiz? Ahad hadis deymiz. Bu ahad hadisin ichidan bir qancha turlarga bo'linadi. Biz uni o'z o'rnida so'zlaymiz. Demak, mutawatirdan boshqa hadislar bilan qilishni talab qilgan hukmning bo'ladi, vojib bo'ladi. Uning hukmi qanday bo'ldi vaqtda desa, farzga o'xshash. Qilmagan odam jazolanadi. Ammo illa annahu la yakfur munkiruhu. Uni inkor qilgan odam kofir bo'lmaydi, fosiq bo'ladi. Fosiq bo'ladi. Bunun misali qaysi desanglar, sadaqatul fitri. Ya'ni fitri sadiqasida bir sadiqa va bizning melimizga bir zakat farz qilingan. Bu farz, ammo sadaqatul fitri deb Ramazonning oxirida, ya'ni bamda namozi hetkinisi tong atganda beradigan bir sadaqa fitri va biz uning hukmini o'zini so'zlaymiz. Buning bo'ladi, bu vojib. Chunki buni qilish hadisda talab qilingan. Va vitr namozi vojib, het namozi vojib. Endi sunnat muakkada. Sunnat muakkada degan nima desanglar, sunnat muakkada deganimiz ma vazaba alayha an-nabiy sallallohu alayhi va sallam
وَلَمْ يَتْرُكْهَا إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ Sünnet-i muakkede deganimiz Peygamber aleyhisselam davamlıq qılğan, onu bir ya iki qatımda taşlap qalğan, bo'lmasa davamlı qılğan şərəkətlərini, ibadətlərini göstərdi. Resulullah davamlı qılğan, hayatında bir ya iki qatını taşlagan bo'lsa taşlap sağlıq, bo'lmasa davam qılğan işlər. Bu sünnet-i muakkede. Onun hükmü qanday bo'ladi? Yani qilmasa nima ish bo'ladi degan vaqtimizda yuthabu fa'iluhu. Qilsa savob bo'ladi. Va yulamu tarikuhu. Onu taşlag'uvchi, tark qilguvchi malomatga duchor bo'ladi. Va la yu'aqab. Ammo Alloh taolo jazolamaydi. Bu deganlik qilmang deganlik emas, ha? Qilimiz, qilmasak Alloh taolo jazolamaydi. Misali tawfiqud-dayn bil kitabe. Masalan, qarzni yezib hujjatlashtirish bu sünnet-i muakkede. Sünnet muakkede. Ve bamdat namazının 2 reketi ve ondan başka namazınki ratib bo'lgan sünnetleri, mesela peşimden ilgili 4 reket, keyin 2 reket, Şamninki 2 reket sünneti deganga o'xshash namazning biz o'qiydigan sünnetleri mi? Sünnet-i muakkede. Ondan keyin sünnet-i g'ayri muakkede degan cho'q desa, ba'zi yerlarda sünnet-i muakkedani mandub deb oladi yoki mustahab deb oladi. Bu sünnet-i muakkede deganimiz وهي ما قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم وداوم عليها ولكن مع الترك أحيانا. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qılğan işler ve bazı qanda qılğan taşlap qo'ygan işler. Ma'naki Resulullah qılğan degan gap, bu işlarning ba'zisini Resulullah qılğan, ba'zisini Resulullah degan, ba'zisini Resulullahning oldida qilsa, Resulullah iqro qilgan ishlar. Bularmi shuning ichiga kiradi. Endi sünnet-i g'ayri muakkedaninki hükmü olsa qil savob bo'ladi, qilmasa gunoh yo'q. Bunun misali çoğu desa, mesela asrning 4 rakat sünneti var. Bunu ko'pincha o'qimaysizlar. Shundaqo, bu sünnet, lekin g'ayri muakkada. Ta'kidlanmagan sünnet. Asr namozining ilgari 4 rakat. Va undan boshqa nafli bir sünnetlar var. Mustahab bo'lgan, ha. Undan boshqa ratiblardan boshqa nafllar var. Yani Resulullah fakat qilmagan emas, Resulullah qilgan, ba'zida qilgan. Mesela zuha namazı deymiz. Shundaqo, deganda o'qiydigan zuha namozi bu mustahab, ya'ni sunnati g'ayri muakkada. Endi atalg'ularning qolganlaridan muharram. Muharram degan nima? Ya'ni harom degan nima desak, va ma thabata talabu terkihi bidalilin qat'i. Onu terk qilishni talab qilish qat'iy dalildan sabit bo'lgan narsa. Ya'ni qat'iy dalil deganimiz nima edi? Qur'on va mutawatir hadis bilan uni tashlashni talab qilish sabit bo'lgan narsa. Ya'ni keskin tashlashni talab qilgan hukm. Uning hukmi qanday bo'ldi desa, yajibu ijtinabu. Undan yiroq turish kerak va yuaqabu fa'iluhu. Uni qilgan odam jazolanadi. Allah'ın oldida jazolanadi. Uning misoli qaysi desa, odam o'ldirish, aroq ichish, zina, o'g'irlik. Bularning hadlari olsa, ya'ni bekitilgan dunyoda berilgan jazosi olsa, jazosi beriladi. Jazosi yo'q, undan boshqa haromlar bor. Masalan, yolg'on aytish, bu harom. Bu Allohning oldida bo'lgan jazolanadi, masalan. Uniki makruh. Makruh ikki turga bo'linadi bizning Hanafiy mazhabda. Birisi makruh tahrimiy. Makruh tahrimi degan nima desak, makruh tahrimi deganimiz ma talaba tarkuhu ala vajhil hatmi vel ilzam bi dalilin zanni. Onu tashlash keskinlik ve lazımlık yo'liga asosan talab qilingan narsa. Bi dalilin zanni. Zanni delilen. Yani Qur'onda deyilgan emas, mutawatir hadisda deyilgan emas, ahad hadislarda deyilgan. Onu qilmanglar, bunu qilmanglar Resulullah degan, ammo bu hadisning darajasi ahad, ya'ni mutawatir emas. Bunda hadislarda kelgan hukmlar bo'lsa, qilmaslik buyurilgan hukmlar bo'lsa, bu makruh tahrimiy bo'ladi. Ki axbarul ahad deganimiz ahad hadislarga o'xshash degan gap. Uning hukmi qanday bo'ldi desanglar, hukmi as-savabu ala tarki. Buni tark qilgan odamga savob beriladi, val iqabu ala fi'lihi. Uni qilgan odam jazolanadi. İnsanlarda bo'lsin, makruh tahrimi haromga yaqin, ha? Haromga nihoyat yaqin. Shunga qilgan odam jazolanadi. İmam Ebu Hanife harom degan gapni
vazni ig'ir bo'lganligi uchun harom degan gapni demay makruh tahrimiy deb haromdan qochish uchun ishlatgan atalg'u. Boshqa mazhabliklar bunda ayırmaydı buni. Masalan, libsul harir erlarninki ipek kiyishi va oltin taqishi bu haram. Shundaqo, qanday haram? Makruh tahrimiy. Makruh tahrimiy. Rasululloh iniq kelmang dedi, ammo bu hadis mutawatir emas, ammo sahih. Sahih degan boshqa, sahih. Ammo ko'p jamoat rivoyat qilmoqlik. Ammo ishonchli odam bir yo ikki odam rivoyat qilmoqlik. Ammo sahih, mutawatir emas. Demak, bunda ya'ni hadislarda, mutawatir bo'lmagan hadislarda cheklangan ishlar nima bo'ladi? Makruh tahrimiy bo'ladi. Qanday cheklangan esa hatmi, keskinlik yo'liga asosan. Ondan boshqa makruh tanzihi. Makruh tanzihi degani nima desanglar? Makruh tanzihi deganimiz ma talaba shar'u tarkahu talaban g'ayri jazm. Shariat uni tark etishni keskin bo'lmagan holda talab qilgan hukmlar. Tark etishni talab qildi, ammo keskinlik yo'liga asosan emas. Keskin emas. Bu makruh tanzihi bo'ladi. Uning hukmi tashlagan odamga savob beriladi, qilgan odam malomatga uchraydi, lekin jazolanmaydi. Alloh taolo azoblamaydi. Masalan, ot go'shti yeyish. Ot go'shti yeyish bizning Hanafiy mazhabida makruh tanzihi. Undan boshqa sunnat-u muakkadalarni tashlash. Sunnat-u muakkadalarni tashlash. Ana mubah. Mubah degan nima desanglar? Mubah deganimiz huwa ma khayyara ash-shar'u al-mukallafa bayna fi'lihi va tarkihi. O shariat bizlarni mukallaf degan shariatning hukmlaridan taklif qilingan, shariatning hukmlari buyurilgan odamlarni biz mukallaf deymiz. Ya'ni mukallaf qilish bilan tashlash o'rtasida ixtiyorga qo'yilgan ishlar. Shariat mukallafni qilish bilan tashlash o'rtasida ixtiyorga qo'ygan ish. Uning hukmi la thawaba va la itaba ala fi'lihi aw tarkihi. Uni qilganga, tashlaganga savobmi yo'q, jazomi yo'q. Xuddi yeb ichishga o'xshash. Ammo uni keyin niyatiga qilib bo'lgan savoblar o boshqa. Ammo asli e'tibor bo'yicha bizningki masalan telefon ishlatishimiz, masalan, tomoq yeyishimiz, suv ichishimiz hammasi mubah ishlar. Masalan, yeb ichishga o'xshash. Bu masalaning asli hukmi haqida biz paranglashayotimiz. Onda desa telefonni savobli ishlatish desanglar, bu bo'lmaydi. Biz asli holati bo'yicha hukm beryapmiz. Uni ishlatganga beqib, yo gunoh bo'ldi yoki savob bo'ladi. U boshqa masala. Ondan keyin shart. Shart degan nima desanglar? Biz buningki ibodat fiqhimizda ba'zi narsalarni sharti deymiz. Bu vaqtda shart degan nima desanglar? Shariat bizning fiqhidagi tushuntirishimiz huwa ma yatawaqqafu alayhi wujudu shay va kana kharijan an haqiqatihi. U bir narsaning vujudga chiqishi, maydonga kelishi uningga qarashliq bo'lgan narsa. Va u vujudga chiqadigan narsaning haqiqatidan sirt bo'lgan narsa. Shart deganimiz bir narsaning vujudga chiqishi uningga qarashliq bo'lgan, shundaqla u narsaning sirtidan bo'lgan narsa. Masalan, misolni ko'rsam taqam tushunasizlar. Masalan, tahorat namozning sharti. Ya'ni namozning vujudga chiqishi nimaga qarashliq? Tahoratga qarashliq. Ammo tahorat namozning ichidami yoki sirtidami? U namozning mohiyatining sirtida. Demak, shart deganimiz va ma yatawaqqafu alayhi wujudu shay, bir narsaning vujudga chiqishi uningga qarashliq bo'lgan va u narsaning haqiqatidan sirtda bo'lgan narsa. Xuddi namoz uchun tahorat shart bo'lganga o'xshash. Ikkinchisi ar-rukn. Rukn. Bu rukn degan nima desa, bundan keyin biz ibodatning ruknisi mancha, arkonlari mancha deymiz. Shunga diqqat qilinglar. Rukn degan nima desanglar? Rukn deganimiz huwa ma yatawaqqafu alayhi wujudu shay va kana juz'an min haqiqatihi aw mahiyatihi. U bir narsaning vujudga chiqishi uningga qarashliq bo'lgan va u narsaning haqiqatidan va yoki mohiyatining bir qismi bo'lgani. Shartga o'xshaydi, faqat bir taraf o'xshamaydi. Qaysi? Bir narsaning vujudga chiqishi uningga qarashliq. Shartmi shunda, ruknmi shunda. Lekin
rukni va kana juz'an min haqiqatihi aw mahiyatihi. Rukni shu narsaninki haqiqati va mohiyatining bir parchasi. Shartcho uning sirtidan bo'lgan bir hukm. Masalan, ar-ruku' ruknun fi salat. Ruku qilish namozdagi bir rukni deymiz. Ya'ni namozning vujudga chiqishi uchun ruku bo'lishi kerak. Ruku bo'lmasa namoz qat'iy bo'lmaydi. Demak, namozning vujudga chiqishiga qarashlik ekan. Ammo ruku namozning ichidami yoki sirtidami? Bu namozning ichida. Unda bo'lsa bu nima ekan? Rukni ekan deymiz. Namozning sirtida bo'lgan bo'lsa nima deydik? Shart deydik. Shart bilan bo'lgan farqi shu. Uningdan keyin al-ada. Al-ada degan nima desanglar, buna ayt asan va fi'lul vacib fil vaqtil muqaddar lahu shar'an. U vacib va farzlarni vacib qilib qartilgan emas. Ya'ni vacib deganiz majburiyatlarni, meli sunnat olsun, meli farz olsun, majburiyatlarni bekitilgan vaqtida qilish. Majburiyatlarni shar'an, shariatda bekitilgan vaqtida qilish, buni bo'ldi ado qilish bo'ladi. Masalan, as-salavatul khams fi awqatiha. 5 vaqt namozni vaqtida o'qishning bo'ladi, ado bo'ladi. Qado degan nima? O'rtamizda qazo qilish deymiz-ku. Va fi'lul vacib ba'da intiha'il vaqt. U majburiyatlarni vaqti tugagandan keyin qilish. Buni bo'ladi, qado bo'ladi. Masalan, farz namozlarningki qazosiga o'xshash. Mana bu bizningki ibodat fiqhlarimizda bundan keyin oldimizga ko'p uchraydigan atalg'ular. Bularni sizlar qayta ko'ranglar. Undan keyin tuvandagi ko'nik bilan ishlasanglar, texmi bu sizlarga bekiydi. Birinchisi, ixtaril ijabata sahiha fi mayali, tuvandagilardan to'g'ri javobni tanlang. Men bu yerda bir qancha atalg'ularningki tunishtirilishini berdim. Qaysinin mos kelsa, shuning udulusiga to'g'ri belgisi qo'ysizlar. Masalan, ma wazaba alayha an-nabiy sallallohu alayhi va sallam va lam yatrukha illa marratan aw marratayn. Payg'ambar alayhisalom davom qilgan hayotida faqat bir ya ikki qatimni tashlagan hukmdan bo'ladi. Farzmi, vojibmi, sunnatmi kadami. Qaysi bo'lsa, shuning udulusiga to'g'ri belgi qo'yisizlar. Yuthabu tarikuhu va yulamu fa'iluhu duna iqab. Qilgan odamga savob beriladigan, tashlagan odamga savob beriladigan, qilgan odamga malomat qilinadigan, ammo azoblanmaydigan hukm qaysi? Shuni belgi qo'yisizlar. Bu sizlarga qoldi. Ikkinchisi, tuvandagilardan to'g'ri javobni tanlang. Ya'ni as-sujud fi salat. Sajda namozda nima? Shartmi, ruknimi, adomi, qadomi? Qaysi bo'lsa shuni belgi qo'yisizlar. Demak, qaysininki hukmi bo'lsa yoki ta'rifi, ya'ni tunishtirilishi bo'lsa, shuning udulusiga belgi qo'yisizlar. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.